Menga o'xshab hech qaysi bloger obunachilarni erkalamasa kerak, chunki 4 ta Cobalt'dan tashqari, 4 ta iPhone 17 Pro Max'dan tashqari bonusga yana 26 ta 3,5 million so'm turadigan telefondan olib keldim. Men bittasini ochib ko'rsataman hozir sizlarga. Ungacha sizlar shartlarni bajaringlar. Chunki 2 kundan keyin 4 ta iPhone 17 Pro Max'ni bitta jonli efirda g'oliblarini aniqlaymiz, hurmatli do'stlar. Bular mana ochilmagan. Bunisi ochilgan. Xullas kalom, tez shartlarni bajaringlar. 26 ta telefon bonusga qo'shildi. Bu telefonlar mana hech qaysi biri hali ochilmagan. Bittasini mana ochdik. Hozir ko'rsatamiz. Undan oldin shartlarni tez bajarib qo'yinglar. Birinchi o'rinda maksimum aktiv ko'rsatamiz. Undan ham birinchi o'rinda esa Aziz Estate 3 million 900 ming. Boshqa hamma profillar hammasi fake. Faqat shu original galochkasi bor 3 million 900. Boshqa hammasi fake bolalar. Hech qaysini shartini bajarmaylar. Faqat shunda shart bajaringlar. Hamma 31 ta meni do'stlarimga siz ham obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Bu o'zgaraveradi. 131 ta, 140 ta, 120 ta, 99 ta qolishi ham mumkin. Jonli efir 2 kundan keyin jonli efirgacha mana shu jonli efir kuni nechta bo'lsa, hammasiga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak. Yutish imkoniyatini oshirish uchun esa mana shuni videoni laykini bosasiz. Bu videoni storiesizga qo'yasiz va bu videoni eng ko'p do'stingizga belgilaysiz. Mana bunaqa yangi telefonlarni biz 26 tasini bonusga olib kelib konkursga qo'shib yubordik. Chunki 5K, 10K lik homiylarni ham qo'shib qo'ydik. O'shalarning puliga sizlarga sovg'a ko'proq bo'lsin deb bu telefonlarni do'stlar qo'shib yubordim. Xullas kalom, 4 ta iPhone 17 Pro Max'ni ertadan keyin 2 kundan keyin g'oliblarini bitta jonli efirda aniqlaymiz va 4 ta yo 5 ta bu telefonni g'olibini aniqlaymiz. Undan keyingi jonli efirda esa va nihoyat Cobalt'larni g'olibini aniqlaymiz. Tez shartlarni bajaramiz. Shartlari o'sha. Hamma meni homiylarimga obuna bo'ling va shu videoni maksimum do'stlarga jo'natinglar. Hammaga omad do'stlar.